Assalomu alaykum yorobun. YouTube orqali koreys tilidan 3-darsimizni boshlaymiz. 3-darsimizda hozirgi zamon qo'shimchasi va hozirgi davomli zamon qo'shimchalarini o'rganamiz. Ayo, oyo. Bu qo'shimcha hozirgi zamonning asosiy qo'shimchasi bo'lib, doimiy, ya'ni kundalik bajariladigan ish harakatiga ham qo'llaniladi. Birinchi, ikkinchi, uchinchi shaxslarga ishlatiladi. Koreys tilida fe'llar da, moq bilan tugaydi. Hozirgi zamonni yasash uchun da, moqni olib tashlab, fe'lning oxiridagi unli harfiga qarab, hozirgi zamon qo'shimchasi qo'shiladi. Hozirgi zamon qo'shimchamizning qoidalari bor. Agar fe'l oxiri unli a yoki o bilan tugasa, a yo qo'shimchamiz qo'yiladi. Masalan, makta, takta so'zimiz. Ta moq qo'shimchasini olib, bo'g'indagi oxirgi unlikka qaraladi. Makta, takta so'zlarimizda da moq qo'shimchasini olib tashlaganimizda oxirgi unligimiz a bilan tugaganligi uchun ayo qo'shimchamizni qo'shamiz. Shunda makta fe'limiz magayoga o'zgaradi. Takta fe'limiz ham takkayoga o'zgaradi. Makta yo'lni to'smoq, yo'lni berkitmoq. Magayo yo'lni to'saman, yo'lni berkitaman. Takta artmoq. Takkayo artaman. Agar fe'lning oxirgi unliyi a bilan tugasa, unga ayo qo'shimchamiz qo'shilganda ikkita a hosil bo'ladi. Bunday holatda bitta a olib tashlanib, faqatgina bitta a yoziladi. Misol uchun kada, chada fe'llarimizdan da moq qo'shimchamizni olib tashlaymiz va hozirgi zamon qo'shimchasi ayoni qo'shamiz. Shunda kada bormoq fe'limiz kayoga o'zgaradi. Chada uxlamoq fe'limiz chayoga o'zgaradi. Kada bormoq, kayo boraman, boradi. Chada uxlamoq, chayo uxlayman, uxlaydi. Keyingi qoidamiz. Agar fe'l oxirgi unli harfi o bilan tugaganda ham ayo qo'shimchamiz qo'yiladi. Misol uchun nolda fe'limiz. Da moq qo'shimchasini olib tashlaymiz va bo'g'indagi oxirgi unli harfga qaraymiz. Oxiri o bilan tugaganligi uchun ayo hozirgi zamon qo'shimchamizni qo'shamiz. Shunda nolda o'ynamoq fe'limiz norayo o'ynayman, o'ynaydi deb tarjima qilinadi. Agar fe'l oxirgi unli o bilan tugab va unga hozirgi zamon qo'shimchasi ayo qo'shilganda o va a harfi qo'shilib va diftoni hosil bo'ladi. Misol uchun poda, oda. Bu fe'llarimiz oxirgi harfi o bilan tugalib, ayo qo'shilganda o va a birlashib va diftoni hosil bo'ladi. Shunda poda ko'rmoq, qaramoq, tomosha qilmoq fe'limiz payo ko'raman, ko'radiga o'zgaradi. Oda kelmoq fe'limiz ham hozirgi zamonda vayo kelaman, keladiga o'zgaradi. Hada bilan tugagan fe'llarimizning barchasi heyoga o'zgaradi. Kongbu hada, il hada, hada. Bu fe'llarimiz barchasi hada bilan tugaganligi uchun hozirgi zamonda kongbu heyo, il heyo, heyoga o'zgaradi. Kongbu hada o'qimoq, kongbu heyo o'qiyman, o'qiydi. Il hada ishlamoq, ireyo ishlayman, ishlaydi. Hada qilmoq, heyo qilaman, qiladi. Koreys tilida noto'g'ri fe'llar bor. Ular hozirgi zamonda qanday tuslanadi? Titta eshitmoq, tiroyo eshitaman. Mutta so'ramoq, muroyo so'rayman, so'raydi. Kotta piyoda yurmoq, koroyo piyoda yuraman. Kupta qovurmoq, kuvoyo qovuraman. Purida
chaqirmoq, pulloyo, chaqiraman. To'pta, yordam bermoq, tovayo, yordam beraman. Chupta, sovuq bo'lmoq, sovqatmoq. Chuvoyo, sovuq, sovqatyapman. Topta, issiq bo'lmoq, isib ketmoq. Tovoyo, issiq, isib ketyapman. Murida, bilmaslik. Mullayo, bilmayman. Parida, tez bo'lmoq. Pallayo, tez bo'laman. Sida, yozmoq. Soyo, yozaman. Nupta, yotmoq. Nuvoyo, yotaman. Kirotta, shunday bo'lmoq. Kireyo, shunday. Hayatta sifatimiz hayeyoga o'zgaradi. Tarjimasi oq rang. Paratta sifatimiz hozirgi zamonda pareyoga o'zgaradi. Tarjimasi ko'k rang. Qolgan holatlarda esa, ya'ni boshqa unli harflari bilan tugaganda oyo qo'shimchamizdan foydalanamiz. Mokta, ikta, shvida bu fe'llarimiz a, o yoki hada bilan tugamaganligi uchun oyo qo'shimchamizni qo'yamiz. Mokta fe'limiz hozirgi zamonda mogoyoga o'zgaradi. Ikta, ilgoyo, shvida, shioyo. Mokta, yemoq. Mogoyo, yeyman, yeydi. Ikta, o'qimoq. Ilgoyo, o'qiyman, o'qiydi. Shida, dam olmoq. Shioyo, dam olaman, dam oladi. Agar fe'l oxiri unli u bilan tugab, hozirgi zamon qo'shimchamiz oyo qo'shilganida u va o harfimiz bir-biriga qo'shilib vo diftoni hosil bo'ladi. Misol uchun peuda, chiuda fe'llarimiz. Bu fe'llarimizdan ham da moq qo'shimchamizni olib tashlaymiz va oyo hozirgi zamon qo'shimchamizni qo'yamiz. Shunda u va o harflarimiz bir-biriga qo'shilib vo diftoni hosil bo'ladi. Peuda, o'rganmoq. Pevoyo, o'rganaman, o'rganadi. Chiuda, o'chirmoq. Chivoyo, o'chiraman, o'chiradi. Hozirgi zamon fe'limizning oxirgi qoidasi. Agar fe'l oxiri unli i harfi bilan tugab, unga hozirgi zamon qo'shimchamiz oyo qo'shilganida i va o unli harflarimiz bir-biriga qo'shilib, yo unli harfimiz hosil bo'ladi. Mashida, qarichida bu fe'llarimiz oxiri unli i harfi bilan tugaganligi uchun oyo hozirgi zamon qo'shimchamiz qo'shilib, yo harfimiz hosil bo'ladi. Mashida, ichmoq. Mashoyo, ichaman, ichadi. Qarichida, o'qitmoq. Qarichoyo, o'qitaman, o'qitadi. Yana bir marta takrorlab xulosa qilib olamiz. Ayo, oyo. Hozirgi zamon qo'shimchasi bo'lib, doimiy, ya'ni kundalik bajariladigan ish harakatiga ham qo'llaniladi. Birinchi, ikkinchi, uchinchi shaxslarga ishlatiladi. Agar fe'limizni oxirgi bo'g'inidagi unli harfimiz a yoki o bilan tugasa, ayo qo'shimchamiz qo'yiladi. Agar fe'lni oxirgi unli harfi a bilan tugab, unga ayo qo'shimchamiz qo'shilib ikkita a hosil bo'lganida faqatgina bir donasi yoziladi. Agar fe'l oxirgi unli harfi o bilan tugab va unga hozirgi zamon qo'shimchasi ayo qo'shilganida o va a harfi qo'shilib va diftoni hosil bo'ladi. Qolgan holatlarimizda oyo qo'shimchamizdan foydalanamiz. Fe'limizning oxirgi bo'g'inidagi unli harfi u bilan tugaganida unga hozirgi zamon qo'shimchasi oyo qo'shilganida
u va o harfimiz bir-biriga qo'shilib vo diftoni hosil bo'ladi. Fe'l oxiri unli i bilan tugasa, i harfimiz yo harfiga o'zgaradi. Hada bilan tugagan fe'llarimiz esa heyoga o'zgaradi. Bu yerda mashq uchun 30 ta fe'l berganman. Bu fe'llarni hozirgi zamonga o'zgartirib ko'ring. Bugungi ikkinchi mavzuyimiz go is so yo, hozirgi davomli zamon qo'shimchasi. Bu qo'shimchamiz fe'lga qo'shilib, hozir davom etayotgan ish harakatini bildiradi. O'zbek tiliga bu ko'pincha yapti, yapman shakliga to'g'ri keladi. Qoidasi fe'lning asosiga go is so yo qo'shiladi. Birinchi, ikkinchi, uchinchi shaxslarga ishlatiladi. Koreys tilida fe'llar da, moq bilan tugaydi. Hozirgi davomli zamonni yasash uchun fe'ldan da, moq qo'shimchamizni olib tashlab, fe'lning oxiriga go is so yo qo'shimchamizni qo'yamiz. Misol uchun kada, moqda, kongbu hada, sengak hada, sida. Bu fe'llarimizdan da, moq qo'shimchamizni olib tashlaymiz va go is so yo qo'shimchamizni qo'yib chiqamiz. Kada, bormoq, ketmoq. Kago itta, boryapti, ketyapti, boryapman, ketyapman. Moqta, yemoq. Mokko itta, yeyapti, yeyapman. Kongbu hada, o'qimoq. Kongbu hago issoyo, o'qiyapti, o'qiyapman. Sengak hada, o'ylamoq. Sengak hago issoyo, o'ylayapman, o'ylayapti. Sida, yozmoq. Sigo issoyo, yozyapti, yozyapman. Kago itta, mokko itta bu fe'llarimizdan da, moq qo'shimchasini olib tashlab, hozirgi zamonni qo'yamiz, ya'ni o yo qo'shimchamizni. Shunda kago issoyo, mokko issoyo bo'ladi. Bugungi yangi so'zlarimiz: inching temyongsa, shaxs olmoshlari. Chishi temyongsa, ko'rsatish olmoshlari va uymun temyongsa, so'roq olmoshlari. Na, men. Cho, men. No, sen. Tangshin, siz. Ku, u. Kunyo, u. Ayolga nisbatan. Ksaram, u odam. Kubun, u odam. Uri, biz. Choi, biz. Noi, sizlar. Yorobun, sizlar. Kudil, ular. Igo, bu. I, bu. Ku, u, o'sha. Cho, anau. Igot, bu narsa. Kugot, u narsa, o'sha narsa. Chogot, anau narsa. Nugu, kim. Muvat, mo, nima. Olma, qancha. Myot, nechta. Voryoil, dushanba. Xvayoil, seshanba. Suyoil, chorshanba. Mogyoil, payshanba. Kimyoil, juma.
토요일 shanba, 일요일 yakshanba, pom bahor, yorim yoz, kail kuz, kovul qish, kajok oila, halmoni buva, haraboji opada, appa ota, omma ona, hyong aka, oppa aka, namdongseng uka, yodongseng singil, nuna opa, onni opa, mori bosh, mok bo'yin, okke yelka, qasim ko'krak, pe qorin, pal qo'l, palmoq bilak, tari oyoq, mo'rib tizza, cho'ng'ari boldir, palmoq oyoq bo'g'imi, pal oyoq, nun ko'z, ting bel, nue miya, pal oyoq, okke yelka, ko burun, so'n qo'l, i tish, kwi quloq, talda shirin, shida nordon, chada sho'r, sida achchiq, mepta achchiq, nikki hada yog'li, ane ichida ichiga, yope yonida yoniga, viye tepada tepaga, ape to'g'rida to'g'riga, tuye orqada orqaga, mite tagida tagiga, are pastida pastiga. 수업이 끝났습니다.